har kuni 1000 so'm beradigan texnika. Mana misol uchun uyda bitta korobka qilib qo'yingda, korobka ehsonni dodasi mana shu. Har kuni ertalab turib, masalan, namozingizni o'qib bo'lgandan keyin tahorat bo'lish kerak. O'sha 1000 so'm, bizning O'zbekistonda 1000 so'm bormi, hozir yo'qmi? Bormi 1000 so'm? Yo'qmi hozir 1000 so'm? O'sha 1000 so'm olasizda har kuni mana bugungi ehsonim, Alloh roziligi uchun men ehson beryapman deb korobkaga soling ertalab. Ertalab turingda yana bitta 1000 so'm soling. Ertasi kuni turingda yana 1000 so'm soling. Qarang, 30 kunda 30 ming yig'iladi. Voy 1000 so'm nima bo'ladi deyishingiz mumkin. Siz bitta narsani tushuning, Alloh taolo pulni farqiga bormaydi. U faqat sizdan chiqayotgan energiyani his qiladi. Ya'ni men bu bandam har kuni ehson beryapti. Har kuni ehson beryapti. Mana shu narsa hisobga o'tadi Alloh taolaga. Ya'ni har kuni ehson beryapsiz. Farqi yo'q. 10 tiyinmi, $1000mi, $100mi, u faqat bir marta hisoblaydi. Bandam bugun ehson berdi deydi. Voy $1000 berdi, $100 berdi demaydi. O'shanda qarangda, siz 1 yil 365 kun ehson bera olasizmi? Men bera olaman. Har kuni 1000 so'm tashlab turavering-da. Bu samotsenkani ko'tarishni zo'r yo'li mana shu. Miya mana shunga ishonadi. Biz beruvchilardanmiz. Biz har kuni ehson beryapmiz deydi miya. Tasavvur qiling, bu qanday kayf. Men qilganman shuni. Men pastga shunaqa qilardim. Oxirgi paytda esimdan chiqib ketibdi. Bir xillar esa yurib bir jumaga borganda $100mi yoki bir $1000mi ehson qo'yadi bir yilda bir marta. Bu juda ham katta xatolik. Uni atrofdagilar bandalari, "O, menga $1000 berdi" deydi. Yoki shu yerda o'tirgan eng kattasi mazza qiladi, $1000 oladida, fuq shunchaga so'radi. Alloh taolo esa bundoq qaraydi, bir yilda bir marta berdi men bu ehsonni deydi. Siz esa har kuni 1000 so'm, 1000 so'm, 1000 so'm ehson. Mani ehsonim, mani ehsonim. Ilohim, Allohim mana shuni qabul qil. Mana bugungi ehsonim, qabul qil. Mana bugungi ehsonim deb har kuni 1000 so'mdan tashlayingda. Vobshe mamnaqa. Bir oydan keyin 30 ming yig'ildimi? Ko'chaga chiqdingizmi? O'sha 30 mingni kimgadir berib keting. Farqi yo'q. Ishqilib qo'lini cho'zib o'tirgan bittasiga tashlayingda, keting. Uyga kelingda yana 1000 so'm, 1000 so'm, 1000 so'm tashlayvering. Bu yerda maqsad har kuni ehson berish. Rosa zo'r texnika. Samotsenka ko'tariladi. Miya mana shunga ishonadi. Sababi miyangizni aldasa bo'ladi-da. Biz har kuni ehson beryapmiz desangiz, "Oho" deydi miya. Biz ehson beruvchilardanmiz. Biz har kuni ehson beryapmiz.